Yes. Sen nimaga uyda yotibsan? Keling aka, o'tiring. Nimaga chaqirsam chiqmading? Eshik ochiq-ku aka. Chalg'itmay turing iltimos. Sen nima? Ishga bormadingmi? Sendan so'rayapman. Ey aka, birpas jim turing. Ishdan bo'shab yubordim. Nimaga bo'shaysan? Xotining qayerda? Nima, men ishda bo'lishim kerakmidi? Xotinimni so'rayapsiz? G'alati emasmi? Nima deganing bu? Men sana akangman. Kuni bo'yi mana shu qimorni o'ynab, nima deyotganligingni bilyapsanmi o'zi? Qanaqa qimor aka? Bu mening ishim. Ishimga aralashmang, tushundingizmi? Nimaga rasmga oldingiz? Chiq tashqariga. Tushunmadim sizga. Nimaga rasmga oldingiz deyapman. Tashqariga chiq deyapman. Nima bu? Nima? Shuni ham bilmayapsizmi? It-ku bu. Senga o'xshayaptimi? Tushunmadim. Siz meni nima, itga o'xshatyapsizmi? Ko'chada xotinini ishlatib qo'yib, o'z uyida qimor o'ynab turgan erkakni, shu itdan nima farqi bor?